Assalomu alaykum, limon ko'chati ishqibozlari. Mana 3 yoshli ko'chatlarimizning obzorini boshladik. Xudo xolasa 3 yoshli ko'chatlarimiz ham oz qoldi. Gullagan variantlardan mana ko'rishingiz mumkin. Mana meva ushlashni ham boshlagan. Mana meva ushlab qolgan bular, ko'ryapsizlar. Xudo xolasa ishonchli meva ushlagan ko'chatlar mana. 3 yoshlilarimiz mana holatlari. Mana holati chiroyli shoxlagan holatda mana. Ularimiz tuvakka ekilgan mashlarni xudo xolasa yerda ko'chirilmagan variantlardan qoldi. 400 ta 500 ta atrofida. Xudo xolasa ularni ham sotishni boshladik. Ularimiz mana holatlari ko'rishingiz mumkin. Shoxlagan chiroyli holatda. Bu akamiz bunga zaklatini berib, pulini tashlab ketgan. Xudo xolasa bularimiz sotilgan. Mana shu limonlarda xuddi shunaqa variantlarni ko'chirilmagan variantlardan qoldi. Yerda shuni ko'chirib olib ketiladi. Bo'ldi, tayyor holatda. Xuddi shunaqa shoxlagan, bundan ham katta. Mana shunaqa ko'chatlar. Mana hammasi gullab yotibdi. Shunaqa ko'chatlardan kimga kerak bo'lsa, bemalol telefon qilib zakaz berishingiz mumkin mana. Xudo xolasa ishonchli, sortiga garantiya. Sorti yuqa po'stloqli mir, ko'pchilik hali qishda saqlaydigan, saqlab bahorda sotadigan o'sha sortda. Ko'rishingiz mumkin. 90% gullab yotibdi. Endi bularimizni nima deydi, reklamaga ko'chirib olib kelib qo'yamiz. Kimga limon kerak bo'lsa, shunaqa ko'chatlardan ko'chirib beramiz, nechta bo'lsa ham. Tagi seroq, xudo xolasa dehqonchilik. 5000 ta, 10000 ta limonimiz bor edi. Sotilib ketdi mana. Mana shu barning to'la limonli chekkalar ham sotilib ketdi, oz qoldi. Bu yoqda 2 yoshli variantlardan. Nima mana shu barnigimiz to'la limon edi. Hozir bir dona ham limon qolmadi mana. Xudo xolasa endi ularga ariqchasini ko'lab, mevalarga go'ng solishni boshlaymiz. O'g'itlarni. Mana shu barnigimiz to'la limon edi. 3 o'ramiz, umuman limon qolmadi. Bu yoqda mandarin ko'chatlarimiz. Ular ham mana mevaga kirib yotibdi. O'zimiz dehqonmiz, dehqonchilik xudo xolasa. Kimga ko'chat kerak bo'lsa, ishonchli ko'chatlar, sortiga garantiya ko'chatlar kerak bo'lsa, bemalol telefon qilishlari mumkin. Mana shu ko'chatimizni ko'rishlari mumkin. Kattaligini, gavdasini gullashni boshlagan. O'tgan yil mana shu ko'chatimiz 200 kilo meva qilgan ko'chatimiz mana. Bu yil ham endi gullashni boshlayapti mana. Mevasini ozroq kech uzganimiz uchun nima deydi, bu ko'chatimiz ozroq kech gullayapti. O'shaning uchun noyabr oylarida uzishni maslahat beraman men sizlarga. Noyabr uzoq dekabr. Buni biz yanvardan keyin uzdik. O'shaning uchun mana endi gullashni boshlagan bular. Ozgina kechikib ketdi. Mana har bitta bakini tagidan gul chiqyapti. Ko'rishingiz mumkin. Mana har bitta bakin tagidan gullashni boshlagan. Xudo xolasa o'tgan yil bu 200 kilo solgan bo'lsa, bu yil 250 kilo mo'ljal qilyapmiz. Gavdasini ham ko'rishingiz mumkin. Mana shoxlari egilib ketgan edi, mana shoxlar yerga tegib qolgan. YouTube'ga ham videosini qo'yganmiz. Kaltak bilan ko'tarib qo'yganmiz. Egilib mevasini ko'tara olmay qolgani uchun. Bu yoqda mandarin ko'chatlarimiz. Bular ham gullashni boshlab qolgan mana. Shana chiqarishni boshlagan. Kichkina 2 yoshli mandarin ko'chatlarimiz bular. Xudo xolasa shunaqa ishonchli limonlar kimga kerak bo'lsa, bemalol telefon qilib zakaz berishingiz mumkin. Mana ko'chatlarimiz gullashni boshlagan. Sortiga garantiya xudo xolasa. Mana gullashni boshlab qolgan.